oxirgi paytlari maraz odamlar ko'payib ketdi-da. Biror narsa qilmoqchimisiz, bir narsa usta ishlatmoqchimisiz? Oldin pulni naqd qilib qo'ying-da, keyin odam ishlatadi. Yo narsa qilgizdir. Bu yarimchala pulni qo'yib turib, usta chaqirib olib, bitirib olib, işte ustaga pul yo'q qilmasdan. Ularning tirikchiligi bor. İşini qilib bergandan keyin pulni joyida bersa-da, sudrab yurmasdan 2 oy, 3 oy qoldi. Eng alamlisi ishini qilib berasan vaqtida. Aytilgan lafzing javob berasan, ishni sifatli qilasan. Yana oxir kelganda aka men 3 kunda qilib beraman deydi, beradi, karam qoladi, 3 kunda qilib beraman deydi. U deydi xolos-da. Hech nima qilmaydi. Aka telefon qilsa, aka bugun tashlab yuboraman, aka bugun tashlab yuboraman. Aka uzr, jinoiy ishlar chiqib qoldi, bugun tashlab yuboraman. Bugun tashlab yuboraman deyishing bu 2 oydan beri aytyapsan-da, bori 2 oydan beri telefon qilaman, oxirgi paytda telefon ko'tarmay qo'yding, bori. Oxir atmetka qilaman shekilli bo'lmaydi, u atmetka qilib qaysi nimani kimdan olganim internetda bor, Instagram yurgiztiradi, zakon ishlar joylashtirib olibdi, zo'rlab yurgiztirib olibdi, kuniga istoriya qo'yadi Instagramiga. Qilib bergan ishimizga biz mehnatimiz halolmi, pulni joyida to'lab qo'y, nimasi turaversa, yo ishimiz yoqmayaptimi yo. Yo majbur bo'lyapman mana shunday ijtimoiy tarmoq chiqarishga-da. Nima deysiz? Mana ko'ring, istoriyalar ko'ringlar akalar. Yozishganman, SMS yozaman, telefon qilaman. Galas o'ylan qo'yib qo'yaman, ovozni eshitinglar. Mana shunaqalarning orqasidan biz nima, ne turka biz qolgan ustalar ham orqada yurish kerakmi? Nima, qolgan zapchas olasan, to'g'rimi? O'zingga mesela yog' olasan, shu do'konni yurgizgani, yo uyni bitirgani, mahsulot olasan, mesela shifer olasan, yo'qsa rotmani olasan, shpaglovka bu narsalar xullas. Shunaqa narsalar olasan-da, ustidan puli kelganda chichib qo'yasan mana shunaqa. Nima kerak bunaqa narsalar? Biz ham mehnat qilyapmiz, akalar, biz ham mehnat qilyapmiz. Bizda ham bola chaqa, oila bor, o'zimizgacha rasxodimiz bor. Kuniga kerak bo'lsa 500 ming, 600 ming endami yo'q bo'lib ketadi bitta xo'jaligi. O'yligi. 500 ming, 600 ming topish uchun biz ertalabdan kechgacha ishlayapmiz, majbur. Klient ko'nglini oladi. Kerak bo'lsa sifatida o'ta darajada men ishimni gapiraman. Gapimga javob berdimmi, joyida qilaman. Va'da qildimmi o'sha kunga, va'dani bajaraman. Biram marta mana shunaqa holat bo'lmaganki, aka ertaga boraman, yo aka cho'zilib ketib qoldi degan holat bo'lmagan. Aytilgan kunga qilib berganman va oldindan o'sha aytilgan kunni oldin qilib borishga harakat qilaman. Chunki o'shanga yarasha ishlarni sartarofiga qilaman. Cho'zib yurib, ana qilib beraman, mana qilib beraman deyish yo'q. Meni bo'ynimda turgan narsa, o'zim xohishim bilan shu ish bitmayaptimi, qilaman o'sha narsani. Agar men xohishim bilan bo'lmasam, yo boshqani narsa orqali yo birontasini bo'ladigan bo'lib qolsa, meni vaziyatimda agar to'g'ri bo'lmaydigan bo'lib qolsa, aytaman aka, shunaqa bo'lib qoldi, meni qo'limdan emas deyman. Chiqsa sразу qilib beraman deyman, tushuntiraman klientga. Bo'ldi aka deydi u ham. Sразу kelish bilan bitadi. Cho'zib yurish kerak. Qolgan ustalar ham shunaqa. Men o'zim ham uyda usta ishlatgan bo'lsam, necha marta ishlatgan bo'lsam, pulni joyida qilib berganman. İşte aka bo'ldi, mana deb topshiradi, pulni oladi. Sразу. Biramada cho'zmaganman. Aka, falon hafta qilib beray, falon kunni qilib beray. Bunaqa narsa umuman kerak emas. Chunki o'zim ham ustamanda. Bilaman-da ichi qanaqa og'irligini. Buna ish cho'zib yurgan ustalar ham emas-da, ustalarchi bosadi işte. Bosadi, pulni oladi. Biz ham mana shunday bosamiz, pulni oladigan darajaga kelganda mana shunday klientlar chichib qo'yapti orqaga qarab. Demasam, tagida inamarkalar bor. Uylari dahshat, restoranlar ochib qo'ygan. Shunaqangi zo'r yuradi. Oddiy ustadan pulni bergani erinadi-da. Yo, asam bizlar shunaqa paytlarda